o'qituvchilar, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Ona tilidan 25-27 dars 4-chorakning yakuniy mavzularini mustahkamlash ishlarini olib boramiz. Demak, mavzu shaxs va narsaning belgisini bildirgan so'zlar. Sizlar bir necha darsdan buyon shu mavzuni o'zlashtirib kelmoqdasiz va mana bunday qoidalar ustida ishlamoqdasiz. Bu qoidalarni darsxonangizga mana shunday tartibda joylashtirgan bo'lsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi sizlar bilan qoidalarni mustahkamlaymiz. Birinchi qoida: shaxs va narsaning belgisini bildirgan so'zlar qanaqa so'roqlaridan biriga javob bo'ladi. Masalan, shirin gilos. Mana imkon qadar tasvirlashga harakat qildim. Baland bino, uzun yo'l. Buni siz atrofingizda ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Xushbo'y gul. Mana qanday gul yoki qanaqa gul deb savol bersak ham bo'ladi. Ikkinchi qoida: gapda qanaqa so'roqlariga javob bo'lgan so'zlar tagiga to'lqinli chiziq chiziladi. Siz buni mashqlarda, amaliy ishlarda ko'rdingiz. Yana mana bugungi 4-mashqda ham xuddi shunday topshiriq berilgan. Qanaqa so'roqlariga javob bo'lgan so'zlarning tagiga to'lqinli chiziq chizilgan. 3-qoida: so'zlar orqali shaxs va narsalarning belgilarini nomlash mumkin. Ularni belgilari turli xil bo'ladi. Masalan, uzun, qisqa, baland, past, issiq, sovuq, qattiq, katta. Bu narsalarni belgisini bildirsa, shaxsni belgisini bildirish uchun esa odobli, aqlli, mehnatkash, adolatli deb davom etkizib yana misollar keltirishingiz mumkin. Endi 4-qoida: belgini bildirgan so'zlarni guruhlarga ajratish mumkin. Masalan, qizil, sariq, pushti gul yoki shirin mazali olma yoki ko'chada ko'rib qolgan uylar haqida, binolar haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, katta, ulkan bino. Sinfingizdagi do'stlaringiz haqida fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, aqlli va jasur bola deyishingiz mumkin. Demak, mana shunday qilib atrofimizdagi shaxs va narsalarni guruhlarga ajratib keng ta'rif berishimiz mumkin. Siz bilan bugun mana bu qoida ustida ishlaymiz. Narsalarning belgisini bildirgan so'zlar orasida qarama-qarshi ma'noli so'z ham bor. Masalan, shirin, achchiq. Mana bu taomimiz shirin bo'lishi mumkin. Mana bu salat esa achchiqroq bo'lishi mumkin. Yana uzun, qisqa. Mana bu ko'rsatkichimizni uzun deb ta'riflasak, mana bunisini qisqa deb ta'riflaymiz. Yana rasmlarga qarab, baland, past. Mana bunday bo'ylarini taqqoslasak yoki katta, kichik deb ta'riflashimiz mumkin. Yoki go'zal, chiroyli, kapalak, uni aksi esa xunuk deb ham ta'riflanishi mumkin. Demak, biz bu yerda ko'proq predmetlarga ta'rif bergan bo'lsak, endi gaplarda, mashqlarni bajarishda shaxsni belgisini bildirgan so'zlarga ham e'tibor beramiz. Demak, husnixat uchun berilgan gapni o'qiymiz. Shoshma, shoshar, shoshqaloq. Shoshma, otib, shataloq. Bu yerda shoshqaloq qanday shaxsni belgisini bildiryapti? Shoshqaloqlik yomon odatligini, shoshib bajargan ishingiz sifatsiz bo'lishini unutmang. Endi 1-mashqda yana shu qoida asosida berilgan rasmdagi hayvonlarni o'xshash va farqli tomonlarini taqqoslaymiz. 2-mashqda esa mashqda berilgan nuqtalar o'rniga qarama-qarshi so'zlarni qo'yib, gaplarni ko'chiramiz. Ana endi 3-mashqni ham o'ziga xos qoidasi bor. Siz u yerda berilgan chappa ko'rinishdagi so'zlarni oynaga qarab to'g'rilab ko'rishingiz mumkin. Mana bunday men o'zim ham buni isbotini oynada o'ng holatida ko'rdim. Siz endi qo'lingizga darslikni olib,
oynaga qaratib mana shuni o'ng holatida ham o'qib ko'rishingiz mumkin. Uni taxminan siz sinfda ham isbotladingiz ustozingiz bilan birgalikda va mana bunday gap paydo bo'ldi. Yaxshi xislat, go'zal fazilat. Qarang, demak bu yerda ham shaxsni belgisini bildiryapti. Qanday yaxshi xislat yoki qanday fazilat, go'zal fazilat. Yana sizga shu yerda savol berilyapti. Sizda qanday yaxshi xislatlar bor deb. Har bir inson o'zini yaxshi xislatlarini bilishi va uni rivojlantirib borishi kerak. Yomon xislatlarini esa yo'qotib, bartaraf qilishi kerak. Partadoshingizni qanday yaxshi xislati bor degan savol ham bor. Demak, atrofingizdagi insonlarni ham yaxshi xislatlarini qadrlay olishimiz kerak. Bu albatta go'zal fazilatdir. Endi 4-mashq. Bunda topishmoqlar doira shaklida ko'rsatilgan. Bu topishmoqni biz mana bunday qilib yozib olamiz. Yarmi qora, yarmi oq, ishonmasang qarab boq. Javobi 3 ta harfdan iborat so'z berilgan. Tepasiga K, pastiga T yozilgan. Siz shu asosda ham mana bu topishmoqning mazmuni asosida ham osongina bu topishmoqning javobi kun va tun ekanligini topasiz. Endi uyga vazifa ustida ishlaymiz. Uy ishi 69-bet, 5-mashq. Mashq shartiga ko'ra berilgan so'zlardagi tushib qoldirilgan ketma-ket kelgan undoshlarni qo'yib, belgini bildirgan so'zlarni mana bunday chiroyli ustun shaklida yozib chiqamiz. Keyin esa xat boshidan so'z birikmasi hosil qilamiz. Masalan, birinchi so'zga katta, ko'cha, ikkinchi so'zga mazali, taom, uchinchi so'zga yovvoyi, hayvon, shunday qilib davom ettirasiz. Ketma-ket kelgan undoshlarni tagiga chizib qo'yasiz, belgilab qo'yasiz. Demak, uy vazifasi tushunarli bo'ldimi, bolajonlar? Endi 1-sinf ona tili darslarining eng oxirgi mavzularidan shaxs va narsaning miqdorini bildirgan so'zlar mavzusini mustahkamlaymiz. Miqdorni izohlash uchun sonlardan foydalaniladi. Mana 10 gacha bo'lgan sonlarni yozma holatda ham ifodaladim. Endi qoidalar ustida ishlaymiz. Demak, shaxs va narsaning miqdorini bildirgan so'zlar necha, nechta so'roqlardan biriga javob bo'ladi. Masalan, mana bu yerda yana necha ko'rsatyapman. Necha? 5, 20, 6 deyishim yoki bu yerdagi sonlarni navbat bilan mana bu yerga qo'yishimiz mumkin. Ana endi nechta? 3 ta, 50 ta, 8 ta. Ya'ni mana nechta so'roq, bu yerga xohlagan soningizni qo'yib, albatta unga ta qo'shimchasini qo'shasiz. Endi shaxsni miqdorini bildirgan gaplarga misollar keltiramiz. Mana bu husn xat qoidasida berilgan maqolni o'qiymiz. Bir kishi ariq qazir, 1000 kishi suv ichar. Demak, bir kishi qilgan yaxshilikdan juda ko'p insonlar bahramand bo'lishi mumkin. Bu savob ish. Savob ishni har kuni va har doim qilish kerak. Ana endi sinfda bajariladigan mashqlar bilan siz yana mana shu mavzuni mustahkamlaysiz. Bu qoidani takrorlaysiz. Ana men endi 72-betdagi uy ishiga to'xtalishni ma'qul ko'rdim. Demak, 6-mashqda sizga mana bunday so'roq gaplar berilgan edi. Oila a'zolaringiz necha kishidan iborat? So'roq belgisi bor edi. Endi biz uni darakkabga aylantiramiz. Oila a'zolarimiz sonni yozasiz, kishidan iborat deb nuqta qo'yasiz. Mana bu yerga son bilan ifodalasangiz ham bo'ladi. Ikkinchi savol: ular kimlar va necha yoshda degan savolga javob beramiz. Ular deysizda 2 ta nuqta qo'yib, otam yoshini ko'rsatasiz, onam yoshini ko'rsatasiz va o'zingiz, ukalaringiz necha yoshdaligini ifodalaysiz.
3 mashq sinfingizda nechta o'quvchi o'qiydi degan savolga javob berasiz. Sinfimizda sonini yozasiz, o'quvchi o'qiydi. Endi 4-savol. O'quvchilarning necha nafari o'g'il bola va necha nafari qiz bola deb so'roq belgisi qo'yilgan edi. Endi unga biz javob yozamiz. O'quvchilarning shuncha nafari o'g'il bola deb yozasiz, sonini aniqlashtirib, va shuncha nafari qiz bola deb yozasiz. 79-betdagi keyingi mavzularda mana shu nafar so'zini ham qoidasi bor. Unga ham e'tibor bering. Demak, shaxsni sanog'ini bildirgan paytida ta'dan ko'ra ko'proq nafar so'zi ishlatilar ekan. Endi keyingi qoida ustida ishlaymiz. Shaxs va narsaning tartibini bildirgan so'zlar nechanchi so'rog'iga javob bo'ladi. Shaxs va narsaning tartibini bildirgan so'zlar sanoq so'zlar, ya'ni sanoq so'zlarga inchi, nechi qo'shimchalarini qo'shish orqali yasaladi. Masalan, 5-qator, 1-uy, 3-sinf deb sizga misollar ko'rsatilgan. Demak, tartibni bildirgan so'zlarga nechanchi so'rog'i berilar ekan. Endi inchi va nechi qo'shimchalar qo'shilar ekan. Qachon inchi qo'shiladi? Qachonki undosh bilan tugasa inchi qo'shiladi. Masalan, 1-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi undosh bilan tugayapti. 8-chi, 9-chi, 10-chi qo'shilyapti. Ana endi unli bilan tugaganlarga esa faqat nechi qo'shiladi. 2-chi, 2-chi yoki 6-chi, 7-chi nechi qo'shiladi bularga. Ana shu qoidani bilib olsangiz, hamisha topshiriqlarni to'g'ri bajarasiz. Ana endi bu mavzuda ham siz sinfda mashqlar bajarib mustahkamlaysiz. Uy ishini bajarishni tushuntiraman. Uy ishi 5-mashq 75-betda. Demak, tushib qoldirilgan harflarni qo'yib gaplarni to'liq ko'chiramiz va tartibni bildirgan so'zlarni tagiga to'lqinli chiziq chizamiz. Quyosh atrofida 8ta sayyora aylanadi. 8 tani tagiga chizmadik, chunki bu sanoqni bildiryapti, tartibni bildirmayapti. Chunki nechanchi so'rog'iga javob bo'lmayapti, bolalar. Endi keyingi gap. Quyoshga eng yaqin 1-sayyora Merkuriy, 2-sayyora Venera, Yer esa 3-sayyora, eng katta sayyora Yupiter. U 5-o'rinda joylashgan. Sayyoralarning nomi bosh harfda yoziladi. Demak, mana shunday qilib nechanchi so'rog'iga javob bo'lgan so'zlarni tagiga to'lqinli chiziq chizasiz. Yana shu yerda 76-betdagi qoidani ham eslatib o'tmoqchiman. Yana bundan tashqari 2ta qoidani bilishingiz kerak. Nechi, inchi qo'shimchalarini o'rniga mana bunday sanoq bilan ifodalanganda chiziqcha qo'yiladi. Mana o'qishda 5-mashq 75-bet deb o'qiymiz, bolajonlar. Demak, asosiy mavzungizning asosiy biladigan narsalaringiz mana shular. Yana mustahkamlashda davom eting. To'liq bilimga ega bo'ling. Agar takrorlamoqchi bo'lsangiz, ta'til davomida mana shu darslarimni kuzatib, yana yodga olib yuring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana mashg'ulotlarimizni kuzatishda davom eting. Darslarimiz ma'qul bo'lsa, like bosib, taqdirlashni unutmang.